O'zbek adabiyotining atoqli namoyandasi, O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovning asarlari xalqimiz tomonidan sevib mutolaa qilinadi. Uning Ikki eshik orasi, Dunyoning ishlari, Daftar hoshiyasidagi bitiklar, Shaharlik kuyov, Shamol esaveradi, Bahor qaytmaydi, Turmushning to'rt tirgagi, Sevgi qissalari, Nur borki soya bor, Hurkitilgan tush, Sirli yulduz kabi roman, qissa va hikoyalari jonli va hayotiy tasvirlar, sof o'zbekona yondashuv, qahramonlar o'rtasidagi suhbatlar mutolaasi o'quvchini o'z ta'siriga oladi. Nafaqat millat, balki chin insoniylik tarannumi yozuvchi asarlarda yetakchilik qilishi kitobxon uchun tarbiyaviy va hayotiy saboq bo'ladi. Xoh jiddiy, xoh hajviy bo'lsin, O'tkir Hoshimov asarlarida hayot qaynaydi. Unda har birimiz o'zimizni, oilamizni, do'stu yorimizni, hatto hech kimga o'xshamagan onamizni ko'ramiz. Dunyoning ishlari qissasidagi ona obrazi orqali millat onasini tasvirlagan O'tkir Hoshimov aslida boshqa asarlari Urushning so'nggi qurbonidagi Umri xola, o'zbeklardagi Otinoyi timsollarda munis va mushfiq, jonkuyar va fidoyi onalarni tasvirlaydiki, o'quvchi qahramon ayol o'rnida o'z onasini ko'radi. Xayollarga bo'laman tutqun, Hurkitilgan tush, Muhabbat, Yanga kabi hikoyalarda ifodalangan sof muhabbat, beg'ubor yoshlik, sadoqat va shijoat, borinki odamiylik o'quvchini atrofga teranroq nazar tashlashga, o'ylashga undaydi. O'tkir Hoshimovning Nur borki soya bor asarida jamiyat hayotidagi illatlar, turg'unlikning mohiyati, inson hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan muammo va qadriyatlar, insonlar o'rtasidagi sevgi va xiyonat, bir so'z bilan aytganda nur va soyalar orasidagi azaliy kurash mavzusi qalamga olingan. O'tkir Hoshimovning Sevgi qissalari kitobida sevgining sehr va quvonchlari, iztirob va armonlari g'oyat hayotiy, ta'sirchan aks etgan. Sevimli adibimizning asarlari adabiyotimiz xazinasidan munosib o'rin egallagan. Adibdan meros qolgan asarlar bugungi kunda ham qayta nashr etilmoqda. O'tkir Hoshimovning asarlari xalqimiz tomonidan sevib mutolaa qilishda uning boisi adib asarlarining hayotiyligi, tilining jozibadorligidir. Aziz kitobxon, sizga quyidagi tilga olingan asarlarni o'qishni tavsiya etamiz.